Bitta tayyor bo'lsa, xuddi yana bitta jonli ijro bo'ladi. Jonli ijro siz tomoningizdan. Tayyormisiz? Marhamat. Solla sana kurban bulayım, aklım aldı kara gözlerin seni. Sana gelenlerde kalkan bulayım, canım aldı şirin sözlerin seni. Söyle sana kurban bulayım, canım aldı kara gözlerin seni. Sana gelenlerde kalkan bulayım, aklım aldı şirin sözlerin seni. Ey min kıza vermez ben nazarın seni. Aşık olan cananım idin üzer, geceler uhlamayla heler düzer. Aşık olan cananım idin üzer, geceler uhlamayla heler düzer. Köllerin içinde gargıldap gezer, yeşil basınalı gazların seni. Köllerin içinde gargıldap gezer, yeşil basınalı gazların seni. Güzeller içinde sensin bu dağlar. Gel ikimiz geçti teli bu bağa. Dünyanın bu dışına sadağa. Dünyanın bu dışına sadağa. Canım aldı süzü sözlerin seni. Dünyanın bu dışına sadağa. Aklım aldı kara gözlerin seni. Vay boy min kıza vermez ben nazların seni. Kurban olam kavşarına yüzüne, dal yerine ona kavmetine yüzüne. Yüz bin canlar fida olsun yüzüne. Aklım aldı kara gözlerin seni. Aşık garip gül yüzünüz ağrıdır. Gör yanaylar bular kimli yardır. Aşık garip gül yüzünüz ağrıdır. Gör yanaylar bular kimli yardır. Yol yürüsen gözlerime dardır. Yol yürüsen gözlerime dardır. Kadamından çıkan şanların seni. Yol yürüsen gözlerime dardır. Kadamından çıkan şanların seni. Min kıza vermez ben nazarın seni. Min kıza vermez ben nazarın seni. Aklım aldı kara gözlerin seni. Sen no.
Katta rahmat. Muhriddin Mengliyev, rahmat chiroyli taroveh taqdimoti uchun. Keling endi sizni mehmonlarimiz o'rindig'iga taklif etamiz. Zafarbekning yo'llaridan joyingizni egallaysiz, sizni ham taklif etamiz. Keling, marhamat. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Ijod borasida suhbatlashamiz. Albatta. Marhamat, keling do'stim. Eng muhimi mana shunday ajoyib ijrolar baribir yuraklarga yaqin. Ayniqsa ertalabdan tinglasangiz, kayfiyat a'lo darajaga ko'tariladi va kun davomida mana shu kayfiyat hamroh bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Albatta, bizni niyatimiz ham maqsadimiz ham shu edi. Albatta, sizga bugungi dastur xush degan umiddamiz va ana endi biz ijodiy suhbat jarayonlariga kirish arafasidamiz. Xush kelibsizlar. Ikkita ijodkorni bugun yelkadosh sifatida ko'rayotganimizda juda ham xursandmiz. Kun xayrli bo'lsin. Endi ijodda qanday yangiliklar deya savol berish bizdan ana. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aynajahan orqali shu xalqimiz bilan diydor ko'rishib turganimizdan chin qalbimizdan xursandmiz. Sizlarning ham ijodlaringizga omad. Endi shu asta-sekin shu ustozlarimizning ijodidan shularga yondashib shu o'zlarimizcha bir xirgoya qilib o'zlarimiz ham sekin-sekin ijod qilib turibmiz. Qo'limizdan kelgancha. Hozir shu joylari jannatdan bo'lsin, Davud Sohibi Rahmatjon ustozimizni, Qurbonov ustozimizni repertuarlaridan shu ashulalarni qo'limizdan kelgancha ijro qildik. Endi shu Aynajahan orqali shu xalqimiz eshitib o'zlari bahosini beradilar. Aynan sizni qo'shiqchilik borasidagi albatta faoliyatingiz jonli ijro bilan bog'liq va borgan joyingizda albatta ustozlardan repertuardan juda ham ko'p so'rashadi va so'ralgan joyda labbay deb qo'shiqlarni ijro qilib berasiz. Boshqa ijodkorlarga o'xshab o'sha estrada janrida ijod qilishga ham qo'l ko'rdingizmi yo faqat talablarga binoan jonli ijromi faqat? To'g'ri, hozir o'rinli savol berdingiz. Hozir endi shu jonli ijro so'rashgan joylari ko'p bo'ladi, lekin shu baribir yoshlar bop ham ijod qilib turish kerak. Qo'limizdan kelgancha shu bir 5-6 ashulalarni shu nima qilib zapis qilib qo'ydik. Xudo xolasa endi shu Aynajahan orqali xalqimizga taqdim etamiz degan niyatdamiz. Tez kunlarda. Juda yaxshi, rahmat. Endi biz Zafarbekka boya savol berib bo'lganmiz. Zafarbek, xo'sh. Endi uni javobini tayyorlab qo'ydingizmi? Sevgi va muhabbat yo'nalishidagi qo'shiqlarni kuylashga nima sabab? Xo'sh, bu qo'shiqlarni kim sabab desak ham to'g'ri bo'ladimi? Bu qo'shiqlarni ijro qilish uchun bitta sabab bo'lishi kerak-da. Zafarbek, to'g'rimi yoki o'zingiz o'sha sevgi muhabbat eskirmaydigan yo'nalishni tanladingizmi? Endi shu hozirda ko'plab og'alarimiz aytib turibdi, shu yo'nalish bo'yicha o'zingni sinab ko'r, sevgi yarashadi senga deb. O'zingni sinab ko'r, aytib ko'r deb. Ko'pchilik og'alarimiz, ko'pchilik ustalarimiz aytgandan shu janr bo'yicha ijod qilib turibmiz hozircha. Juda yaxshi, juda yaxshi. Boshqa janrlardan ham o'zimizni sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Ayni endi ijod qiladigan davrdasiz, palladasiz va mana shu yoshda yana ham qizg'in ijod qilish kerak, shart bu. Xo'sh, yangi ijrolar, yangi ijod namunalari menimcha bor. Ha, yaqinda premyerasi bo'ladimi, yo'qmi, yangi ijod namunalari? Shuni so'ramoqchimiz. Ishora bu sizga, Zafar. Bor, yaqinda bir ashula ishladik. Xudo xolasa, hali hech yerda aytilmadi, televideniya, efir. Premyera bugun bo'ladi, Assalom Xorazm dasturida. Demak, bu qo'shiqning nomi nima? She'rni muallif kim? Musiqiy sayqalchilar kim? Bu she'rimizni muallifi Navro'zbek Marimbayev og'amiz, Temurbek Davletov og'amiz musiqiy sayqalchilar. Ularning g'oyalari ostidagi tarona. Shular g'oyasi bilan, shular bilan ishlashgan holda qo'shig'imizning adi Oshiq. Oshiq nomli qo'shiq ishladik. Baribir bor, yana bor-da baribir. O'sha kim degan savolni men to'g'ri berdim men. Yo'q, kimligi endi sir bo'la qolsin. Hozir biz tomosha qilayotgan bo'lsalar, endi bittasiga emas, 4-5tasiga siz deb qo'ygan bo'lsalar, bu endi ne ajab, to'g'rimi? Yo boshqa umuman faqat qo'shiq bilan, ha? Qo'shiq bilan. Kimdir uchun atalmagan. Yo'q. Sevishgan qalblar uchun atalgan, oshiqlar uchun atalgan. Juda yaxshi, juda yaxshi. Demak, eng muhimi mana sevgi mavzusini aytyapmiz, faqat boshqa yo'nalishda ham qo'shiqlar ijro bo'lyaptimi? Boshqa yo'nalishlar, maqom yo'nalishlari bo'yicha ustozlarimizdan ta'lim olib kelayotganmiz hozir Urganch davlat universitetida. Nechinchi kurs bo'ldingiz hozir? Hozir 4-kurs. 4-kurs. Juda yaxshi. Demak, hali shogirtsiz, lekin endi bu yil yakunlanuvchi yil. To'g'rimi? Ertaga baribir qayerda ish faoliyatingizni boshlaysiz. Demak, u yerda siz ustoz bo'lasiz. Va aynan maqom yo'nalishi ham deb qo'ydingiz. Keling bir xirgoyi eshita olamizmi?
qisqagina, ertalabdan. Ertalabdan kichkina klassik tarona bo'lsa ham bo'ladi, kichkinagina. Chunki Xorazmda Birga. jonli ijroni so'rash odat. Qayerga kirib bormang, baribir bu mas'uliyat bilan kirib borish kerak. Ertalabda ovoz uyg'ongan bo'lsa. Xo'sh. Bo'ldi. Xo'p. Ustozlarimiz ijodini aytadigan bo'lsak, Og'abek Sobirov ustozimizni ijodini aytib beramiz. Kichkinagina xirgoyi. Men kimga aytay do'stlarim, divona qildi ishq meni, sabora qildi yuragim, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Tun kechalarda o'ylasam, her dem seni yad eyləsəm. Tun keçələrdə ad eyləsəm, her dem seni yad eyləsəm. İşqində feryad eyləsəm, divana qıldı işq məni, divana qıldı işq məni. Baribir yana ish. Sarısına saldı işq məni. Salomat bo'ling. Sizni ishoralaringiz nimaga bo'lyapti? Yaxshimi hammasi? Hammasi yaxshi. Yaxshi. Demak, mana shunday yuqori kayfiyatda biz bugungi dasturimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Rejissyorlarimizdan ishora qabul qilib olyapmiz. Bizni tomosha qilgan muxlislarimizga, sizlarning muxlislaringizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashlaringiz mumkin, ijodkorlarimiz. Oynayacak harikalı bizden kuzatib turgan her bir tomoshabinlarimize hamisha omad yor bo'lsin. Xudo xolasa toza ijodlarimizni sizlar uchun ijodlamiz, xudo xolasa. Albatta, Muhriddin. Shu xalqimizning uyida to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Shu hamisha san'atkorning ijtimoiy kayfiyatda bo'laversinlar. Shu hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Aytganingiz rahmat. Demak, biz xayrlashib olamiz. Premyera kutib qolamiz. Albatta, bugun premyera tarona bo'lib o'tadi. Hozir Nilufarxon aytganda, yaxshimi hammasi degan savolga albatta yaxshi deb javob berishimiz kerak. A'lo deya javob berishimiz kerak. Hamisha. Chunki Salomat bo'ling. har bir daqiqamiz qadrli va har bir soniyamiz qimmatli. Mana shu qimmatli vaqtingizni bizdan ayamaganingiz uchun biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Va albatta ijodiy jamoamiz bilan dasturimiz boshida aytganimizdek, sizga chiroyli tabassum ulashish va yuqori kayfiyatni kun davomida hamroh bo'lishini ta'minlashga harakat qilmoqdamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bizdan ajratgan albatta mehringiz, daqiqalaringiz uchun sizlarga alohida tashakkurimizni, minnatdorchiligimizni aytib o'tamiz. Jonli efir soatlarida bizga hamroh bo'lgan yurtdoshlarimizga kuningiz xayrli bo'lsin deb qolamiz. Biz dasturlarimizni Xorazm radiosi orqali davom ettiramiz. Ko'chaga chiqayotgan bo'lsangiz, albatta radioni 106.7 to'lqinlariga sozlashni unutmang. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingiz va yaqinlaringizni har doim ehtiyot qiling. Xayr demaymiz, ko'rishguncha deymiz. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik aslo ketmasin deymiz. Va Zafarbek Qalandarov ijrosidagi tarona dasturimizga yakun yasaydi. Marhamat. Premyera ijro bo'ladi. Zafarbek. Könlüm başkaga vurmaz yüreğim, yalnız sende canım beni könlüm. Gözün üzme gözlerimden, gel tut canım kollarımdan. Sevgilim, sevgilim, sen bana ben sana aşık oldu, ağrıtma könlüm. Başkaga vurmaz yüreğim, yalnız sende canım beni könlüm. Gözün üzme gözlerimden, gel tut canım kollarımdan. Sevgilim, sevgilim. Sev almadım başka birin, ne hal eyledin beni. Özüne dım örgetip sen